Trassaning bo'yidan zo'r qilib gostinitsa ovqatlanadigan oshxona ochaman degan opakalarimiz uchun sizlarga zo'r variant olib qo'ydim. 4+2 ning bo'yinda, ya'ni Qipchoq darvozadan 4 tarafga burilganimizda o'ng qo'lda sotilayotgan binamiz bor. Tayyor holatida. Endi o'zingizga moslab yana ishlov bersangizlar bo'ladi. Buning manzillarini hammasini to'liq video davomida aytib o'tamiz. Bundan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, sizlarga ham bizlarga ham manfaatli bo'ladi. Videoni bo'lsa davom ettiramiz. Xo'p, bizning Mang'it Makler kanali mashinamiz. Bu yerimizda manaki Qipchoq darvozadan chiqib, svetoforga yetmasdan toza yo'ldan burilganimizda mana shu yo'lning bo'yinda, o'ng qo'limizda mana shu Afsona kafesi daqiq sotuvga qo'yilyapti. Yo'lning bo'yi serqatnov. Mana shu o'rimizni chiroylatib ishga tushirib yuborsangizlar, zo'r holatida turadi Barnaypamizning zaniyasigan. Bu yerimizda to'q, gaz, suv, svet hamma narsasi bor ekan. Manaki 24lik ya bo'lmasa 18lik konditsionerlari hamma narsasi tayyor. Bo'rimizda Xorazmli akalarimiz olib turib ishlatgan ekan oldin. Endi bo'rimizda sotuvga qo'yilyapti, xudo xolasa. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, kim mana shunday yerdan oshxona, gostinitsa ochaman deydigan bo'lsa, mana sizlarga zo'r variantda. Endi o'zingizga didingizga qarab yana bir qator remont qilib olsangiz bo'ladi. Rakovinalari bor oldinda. Bu yerimiz tualet banyasi, kotelxona. Bu yerimizda manaki rakovinalar hamma narsasi bor, tualet banyasi. Xo'p, bu yerimizda manaki kotelxonasi, Ariston, nasozlari hamma narsasi bor, gazlari ulangan, deyilyapti hammasi. Hech narsadan muammo yo'q deyapti. Bu yerimizda yana bir xonasi mana ko'rsatsa bo'ladi. Bo'rimizdan bir qator ishlar bo'rdam kabinet qilsangiz bo'ladi. Bari mana shu mebellarning hammasi bilan tashab ketiladi deydi. Qarovchi hech narsa olib ketilmaydi bo'rdan deydi. Endi o'zlari ham bir qator gaplashib, kelishib olasizlar yana tang. Bu yerimizda yana bir xonasi ko'rsatsa bo'ladi. Bo'rimiz endi oshxona sifatida foydalangan. Endi o'zingizga didingizga qarab yana bir qator ko'rsatib olasizlar. Bu orqa tarafi mana ko'rsatsa bo'ladi. Gaz sho'chiklari qo'yilgan manaki. O'zingizga moslab xudo xolasa chiroyli qilib ishlasangizlar bo'ladi. Dokument hujjatlarini hamma narsasini bir qator ko'rib olasizlar o'zingizga. Страховка uchun hech narsadan muammo yo'q deyapti, xudo xolasa. Ikkinchi etaj mana shunday splashnoy, hammer gilami to'shalgan mana shunday holatida ko'rsatsa bo'ladi. Bo'rimizda kichkina xonalardan tak 5 xona bor ekan. Bu yerimiz birinchi xonasi mana ko'rsatsa bo'ladi. Bu yerimiz ikkinchi xonasi manaki. Bu yerimizda uchinchi xonasi. Bu yerimizda manaki 4-xonasi va albatta 5-xonasi. Ko'rsatsa bo'ladi. Endi bir qator hammer ikkinchi etajdan tualet, banya hammasi moslashtirilgan. Hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Bu yerimizda ulkan zal bor, manaki ulkan zalimiz ko'rsatsa bo'ladi. Mana shunday holatda xudo xolasa binamiz sotuvga qo'yilyapti. Bu yerimiz tualet, bu yerimiz banyasi moslangan yarim holatida turibdi. Mana ko'rsatsa bo'ladi. Tualet, bu yerimiz banyaga moslangan. Endi siz ko'rmay turibdi, svetlar yo'q ekan burada. Xo'p, mana shu yana bir xonamiz ko'rsatsa bo'ladi manaki. Endi bo'rimizda hotel, gostinitsa qilsangizlar bo'ladi. To'qlar hammasi qo'shilib turibdi, manaki ko'rsatsa bo'ladi, to'qlar ham turibdi. Endi bir qator narx-navolar bilan tanishtirib o'taman. Bo'rning narxini aytishdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, sizlarga ham manfaati bo'ladi. Mana shunday zo'r holatda qalasangiz, gostinitsa qilsangizlar bo'ladi, qalasangiz oshxona qilsangizlar bo'ladi. Yo bo'lmasa buni gibrid qilib ishlasangizlar ham bo'ladi, zo'r daromadli bo'ladi. Sababi yo'lning bo'yi, trassaning bo'yi hamma narsasi qoladi, hech narsa olib ketilmaydi. Mana shu holatda xudo xolasa binamiz sotuvga qo'yiladi. Buning narxini 110 ming aytilyapti. Bank bo'lgan bo'lsa, bank bordi 150 mingga baholab bergan. Lekin skidka deb qilyapmiz deydi, Barnaypa aytadi. Bu yerda 110 mingga baholayapmiz, xudo xolasa yana ochib, yana kelishdan yo'llari bor deydi. O'zingizga moslab xudo xolasa qilib olsangizlar, mana shu yerimizni sotib olsangizlar, baraka qilsangizlar, mana shunday zo'r biznes qilsa bo'ladi. Reklamasini xudo xolasa zo'r qilib beraman agar siz shu yerda olib turib ishlatib olsangiz. Men shunday oldim, men shunday reklama qilib bersangiz, men sizga reklama qilib beraman. Hamma yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it kanali bizni kuzatishda davom eting.